loyda olamiz. Suvga pishamiz. Sekin duvoli kelib turib, yangi remont bo'lgan joyga ashtaqasi surkaymiz. Jigarlar. Qo'rqmaysizlar, hech narsa bo'lmaydi. Sababi bu travertin xizmatiga X-ray travertin tortilgan, lak qilingan hisobiga lak qatlami o'ziga tuprog'ida ham, namlikda ham hech narsani olmaydi. Agar yomg'ir yog'adigan bo'lsa ham shuni tushib ketaveradi. O'shani hisobiga travertin mahsuloti juda ham zo'r bo'ladi jigarlar. Sizlarga to'liq ma'lumotini beramiz. Ha aytgancha O'zbekiston bo'yicha xizmatlari mavjud bo'ladi. Bitta ko'rib baho berasiz. Niyat qilgan bo'lsangiz bittadan laykni qizartirib bosib qo'ysangiz, men qo'limni yuvib olaman, diyorchi. Narxini 100 ming so'mdan qilib berishar ekan jigarlar. Hamma mahsulot ichida bo'ladi inshaalloh. Ya'ni travertin tortishi, laki, lesasi, usta xizmati, materiali hamma yo'q ichida bo'ladi jigarlar. Bitish narxini 100 ming so'mdan qilib berishar ekan. Olib keling ichkari. Keling. Ichkariga kiradigan bo'lsak, juda chiroyli holatda, juda niyat qiladigan bo'lgan jigarlar. Sababi bitta ko'ring, baho bering. Hozir sal yorug'lik, sal qorong'iroq bo'lganligi uchun yaxshi ko'rinmayapti. Lekin svetlarni yoqqaningizdan keyin bitta bleskini juda ko'radigan bo'ladi. Odam havas qiladi. Eng tagilarini ham shu ko'rib turibsiz, mana chiroyli qilib kafellardan qilib qo'yishibdi. Oyoq taglari qolgan, hozir juda chiroyli qilib qo'yishgan, yoqdi. O'rtaga, ya'ni gazorlarni yaqinlashar ekan bu tomonga. Bu tomondan ham bitta ko'rsatsangiz. Biz endi usta akamiz bilan sizlarga bitta ma'lumotini beramiz endi. Qanaqa bo'ladi, nima qilish kerak? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lashib, charchamayapsizmi? Charchamayapsiz. Rahmat. Yorib qo'yasiz ishda. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha aka. Nimaga 100 ming so'mdan qo'yib yuborasiz? Qimmatmi? Arzon emasmi bu? 100 ming. Xalqimizda aka har xil holatda qiynalgan oilalar bor, oddiy oilalar bor, boy oilalar bor. O'shani o'ylab kelishtirib narx qo'ydik. O'zi aslini olganda ko'chada bu ishlarimiz narxi ustalardan so'rasa 140 ming, 150 ming atrofida aka. To'g'ri. Ayniqsa Toshkentda ham juda qimmat travertin qilishadi. Shunaqa aka. Biz lekin Voliyda ustalar juda arzon ish qiladi. 100 ming so'mdan haqiqatdan xalqni o'ylabsiz. Alloh omadingizni bersin. Mana kommentariyadan duo qilib yozib qo'yinglar shu bolani. Shuni xalqqa ancha foydasi tegyapti. 100 ming so'mdan jigarlar bitta hisoblanglarda o'zlaring. Mana bunga travertin olish kerak, lak olish kerak. Agar mana shunaqa qilib burchak cho'killarda qilib qo'ygan bo'lsangiz, bunga salafan yoki paket olish kerak yoki zarentni o'rab chiqish kerak. Hammasi pul turadi. Lesalar bilan kelishadi, instrumentlar bilan, hamma yo'llari bilan kelib turib sizga shunaqa holatda 100 ming so'mdan qilib berishadi. Necha yil garantiya bor endi aka? Aka 10 yil garantiya beramiz ishimizga. Aha. 10 yil garantiya bor. 10 yil garantiya beramiz. Qanchacha xizmatlar bor? Aka O'zbekiston hamma viloyatimizga xizmatimiz bor. Bitta Qoraqalpog'istondan tashqari aka. Siz qayerlisiz? Biz Farg'ona viloyati aka. Farg'ona viloyati. Buvaydadansiz. Buvaydadan. Qo'qonni Buvaydasizlar. Hozir biz qayerda turibmiz? Farg'ona shahar aka. Farg'ona shaharida o'zi turibmiz. Shunday. Mana. Qo'qonday joydan kelib, farg'onalik akalar ustalarni ishlashyapti. Ma'qul kelgan bo'lsa, akalarning nomerlarini qoldiraman, qisqaroq ma'lumot berdik, sizlarni vaqtlarini olmaylik deb. Jigarlar telefon qilinglar, sizlarga xudo xolasa chiroyli holatda qilib, ya'ni 1 kvadratini 100 ming so'mdan shu Leonardo fasoni deyilar ekan, shuni qilib berishadi. Aloqa chiqaverasizlar. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.